Menga mastava bering, bitta shashlik bilan. Bizda faqat set olish kerak, ya'ni Ramazon setlarini olishingiz kerak aka. Faqat set olish shartmi? Tanlab aytsa bo'lmaydimi? Ro'za oylarida Ramazon setlari tashkil qilib, kafe va restoranlar va iste'molchilarga faqat mana shu setlarini sotib olasizlar deb aytishi mumkin emas. Qonunda bu yozilgan. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 4-moddasida iste'molchi tovarlarni, xizmatlarni erkin tanlash huquqiga ega deb belgilangan va bundan tashqari shu qonunning 21-moddasida ham iste'molchiga haq evaziga qo'shimcha mahsulotlar, endi chunki bu qo'shimcha mahsulotlar, masalan, ovqatni olasiz, yonida aytaylik qaymog'i bo'lishi mumkin, xurmosi bo'lishi mumkin, qanaqadir salat bo'lishi mumkin, yana qanaqadir nisholda yoki bir holvatar bo'lishi mumkin. Shunaqangi narsalar bilan qo'shib olasiz deb qistash mumkin emas 21-moddaga binoan. Mana Raqobat qo'mitasi ham bayonot berib chiqdi, kafe, restoranlar unaqa qilmanglar deb. Avvalo konstitutsiyada ham yozilgan 65-moddasiga ko'ra davlat iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olib ish yuritishi belgilangan. Shu sababli ham bu iste'molchini xohlasa bitta ovqat aytadi, xohlasa ikkita aytadi, xohlasa set qilib aytishi mumkin. Bu uni tanlash huquqi. Lekin mana shu setni olasan faqat deyish qonunga zid.